Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tashrifimiz Beruniy Savxoz bozoriga bo'ldi. Xudo xolasa bu yerda bo'lib turgan narx-navolarning barisi bilan tanishtirib borajatsanglar, barisini ko'rkazib o'tamiz. Mana xudo xolasa bozorimizga kirib boshladik. Bu yerdagi narx-navolar bilan hozir bir chetdan tanishtirib o'tamiz. Makkalar necha so'm bo'latir uka? 5 ming. Makkaning klasi 5 ming so'm ekan. Gunjoraning 7,5 ming so'm gunjora. Kepak 90 ming xalta. xaltasi 90 ming so'm. Bodayning klasi necha so'm bo'latir? Boday 4 ming. Bu Nokusmi bu? Driverki bu. Ha, bu nuga bo'ladi bu. 5 ming so'm bo'lar ekan. Bu yerda sichka deymi? Ushoq deydi. 2700 so'mdan ekan. Bu birinchini 107 ming. birinchi 7 ming so'm bo'lib turibdi ekan bahasi. Lazer. Hozir 11. Lazerning klasi 10 ming so'm ekan. Mana birinchlari yomon emas, yaxshi. Mana meshlarni 5 ming. meshning ham klasi 10 ming so'm. Endi bu yoq tarafida mana o'zi ko'k piyozlar hamma narsa chiqib ketgan. Mana ko'y olmalar, deysizlarmi, badrang hammasidan bor, xudo xolasa. Day bu ko'k piyozning bovi necha so'm bo'latir? 4 bovu 5 ming so'm bor. 4 bovi 5 ming so'm. Bu ukropdingmi? Bovu 5 ming so'm. Bovi 5 ming so'mdan. Bir bovuda mana. Ha, uchuvini bir bov etib qo'ydik ekan. Bovi 5 ming so'mdan ekan. Karam qancha ekan? 2 ming so'm. Karamning bahasi 2 ming so'm ekan. Almaning bahasi 14 ming 13 ming so'm. 14 ming 13 ming so'mdan ekan. Almalarda zo'r menaka. Kiloveraslar. Bu badrangning klasi necha so'm bo'latir? Badranglar 15 dan. Parniktiki toza. Bananlarimiz ham bor, menaka pishib sap-sari bo'lib turibdi, zo'r bo'lib. Bananning bahasi necha so'm qoldi? Bananning bahasi 30 ming so'm ekan. Bu yoq tarafida mana kiraverishda go'shtlar bor ekan, toza so'yilgan. Baxilasa, kep go'shtlardan ham olib ketsanglar bo'ladi. Endi sovg'a degan gullar ya aynangizning oldina qo'ymagan gullar, bir chiroyli gullar bor ekan. Buning ham baholarini bir chetdan so'rab ko'rkazib o'taman. Aypa bu burch gulingiz necha so'm bo'ladir? 5 dan beraman, 50 deb turibman. Aha, bu yog'indagilardan Bular 150, 70, 130, 35 dan, 25 dan, 30 dan, mana 25 dan. mana bir gulingiz bir chiroyli ekan, bu aynaning oldina qo'yma. Buning bahasi necha so'm? 45 dan beraman, 50 deb turibman. 45 dan berar ekan. Gullardan ham kelib ko'rib olaversanglar bo'ladi, xudo xolasa. Bular 60 dan. Bu yog'indagi gullarimiz 60 ming so'mdan ekan. Sovg'aga deysizlarmi, aynaning oldina qo'ymaga deysizlarmi? Bir chiroyli bo'lib turadi. Mana bu yoq tarafida birinchilarimiz bor ekan. Bularning bahasi standart 7 ming so'mdan bo'lar ekan. Kep birinchilar kerak bo'lsa, asanglar bo'ladi. Yog'inda yana birinchi, boday, juvari, elengalari bor ekan. 9 ming so'mdan deydi. Undan ham kelishib beraman deydi. Lazeringizni? Hozir 11 dan vishi mana. Lazerida 11 ming so'm ekan. Lazeringiz boshqacha ekan biroq. Yo'qsa 7 6 yarim. Nokuslar 7-6 yarim. Bodayning klasi necha so'm bo'ladir bu? Boday 4 ming. Juvari 9 ming aytib biz kelishib beramiz. Juvari tuxum bu, endi Tuxum hozir bor, kerak bu. juvari. Atizlarga so'ymaga. Yog'inda Lobiya 15 ming so'm. lobiyaning klasi 15 ming so'm ekan. Kep shu akamizdan kep osonlar bo'laveradi. Bu bozorimizda mana xudo xolasa endi yoz kelayotir, yozgi oyoq kiyimlardan ham kelgan menakay. Hamma turdan bor. Buning baholari necha so'm? 50 mingdan. Bularning bahasi 50 ming so'm ekan. Bu yoqlarda 50 ming. Hammasi 50 ming so'mdan ekan. Yuqorida bir 100 mingliklar bor ekan. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Kep baridan xarid etsanglar bo'ladi. 60 dan. 40 ming so'mliklarda bor ekan. Buning ichida kep baridan ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Dim arzon bozor ekan bu. Endi bu taraf meva, gashir, hamma narsa bor. Hozir bir chetdan tanishtirib boraman. Menakay, enarlarimiz kelibdi. Dim bir ajoyib suvli paketlanib turibdi. Day enarning klasi necha so'm bo'latir? Anarlar bular 18 dan. Aha. Bular 15. Bu kichkinarog'i 15 ming so'm ekan. Bular 17. Bular yuqa pochaqlar 20. Bu 20 ming so'm ekan. Yuqa pochaq deb aytiladi ekan. Almalarimizning bahasi necha so'm? Bunlar qantalmalar 7 yarim. Mana yoki 10 dan. Hava. Bunlar mana 5 dan saralmalar. Bu sari almalar 5 ming so'm ekan. Bu ko'k almangizning 2 15. 2 klasi 15 ming so'm ekan. Bu limonmi bu? Ha, limon 10 ming. 3 tanasi 10 ming so'm ekan. Danaga sotilar ekan. Karamlar necha so'm bo'ladir? Karamlar klass 3 dan. Klasi 3 ming so'm. Qag'erik Qayıqlar 15 dan 10 dan. 15-10 ming so'm ekan. Bahasi 2 ming so'm ekan. Okay.
Ondan tashqari mana bu yog'inda pomidor bedrang. Yangilik deymi? Hozir yangilik bo'lmay qoldi bu da parniklarda chiqib turibdi. Qishda da, yozda da bor. Buning bahasi necha so'm? Pomidor 28, 16 bedrang. Bedrang 16 ming so'm, pomidor 28 ming so'm ekan. Bu 22 bo'ladi. 22 ming so'm ekan. Bu yoq tarafında mana mayda piyozlar 1,5 so'm ekan. Bu oq piyoz 3 kilosi 10 ming so'm ekan. Bu qizil piyozning kilosi 2 ming so'm ekan. Turplar necha so'm? 2dan gashir 1,5 so'm ekan. Turp 2 ming so'm ekan. Bu tarafında mana yana karchka tuxum deysizlarmi? Gashirlar mana iri. Mana gay. Bu karchkamiz 7,5 ming so'm ekan. Piyozlar karamlar 2,5 ming, piyozlar 2 ming. Bu karchka, mayda karchkasi necha so'm? 6,5 ming so'm. May. May 40 ming so'm ekan. Shimshika may 2 litrlik. Mana piyozlar xaltaga 1800 so'm arzonroq etib berar ekan. Mana bu yoq betida anarlar dim ko'p ekan bu. Suvlarni sig'ib ichib qaray. Endi baharay hammaga kerak bo'ladigan meva-cheva nallarimiz bo'ladi. Hozir buning baholari, nunal barini tanishtirib o'tamiz. Day bu nalimiz nunal bo'ladi. Buna birinchi turg'oni menaka yirik bu. Xalq yirik. Qadimgi o'zimizning yosh vaqtimizda kiyine to'gilganni siralar yirik. Aha. Bunun nashoti. Bular qizil 5 barmoq olma, krepson. Bular baholari bilan ham tanishtirib o'tdik. Baholari 10 ming so'mdan podrяд. Bu bag'anlar 7 ming so'm, 6 ming so'm. Bu nallarimiz dehqonchilik. bari 10 ming so'mdan ekan, ko'proq olsa 7 ming so'mdan ham berar ekan. Hammasidan bor. Bu buyog'ini ham tanishtirib o'tib keting, nunal. Bunlarimiz chiyaman ekan. Nashotining kechkilari, shalayli shaftoli. Beximiz bor, bexlarimiz 5 ming so'm. Bexlarimiz 5 ming so'mdan ekan. 10 ming so'm, 8 mingdan beramiz. Nashotlar bor ekan, yozgi nashoti. Xichichori degan bu. Meja bo'ladi, mazali. Bular ham 8 ming so'm. Bu yoqda mana golden olma, sari olmalar. Bular shaya olma yozgi, ertagi. Ishak olma deydi o'zimizning xalq tilida. Bo'ldi. 8 mingdan shtukka. Bari 10 ming so'm kelishtirib 7 ming shundaydan berar ekan ko'proq olsang. Kolxozning nallari deydi, ishonchli deydi. Bu yoqda mana gul deyma buni. Gullarimiz ham bor ekan. Buning bahasi necha so'm? Bular 20 ming so'mdan bor. 20 ming so'mdan ekan. Dimbir ajoyib bo'lib turibdi. Bu tarafında mana jujalar, endi juja bag'amiz deydi. Bu cücelerimizin bahası 35 ming so'mdan ekan. Mana bir partiyasi 28 ming so'm deydi. Cücelerden ap saqlab bag'o'rasizlar. O'zi kela bo'lib qolgan mana. Deganda bu yer. Bu gullarimiz etirgul deydi. Buning har bir shtugi 15 ming so'mdan ekan. Mana tutib turibdi, bir chiroyli bo'lib. Ap ko'chirsanglar eshigingizning aldilarini chiroyli bo'lib turadi. Day bu nunal bu? Bedrangnar ekan bu. Danası 1,5 so'mdan ekan. Ap ko'chirib yuraverasizlar bilan tutib turibdi ko'p bo'lib. Mana bu tarafında da yine gullar. Etirgul deydi. Buni qip-qizil bo'ladi deydi. Boshqa mevalar baridan bor ekan. Day bu gullaringizning bahasi necha so'm? 15 ming. 15 ming so'mdan ekan, standart. Nallaringiz ne? Nallar 10 12 12 ming so'm ekan. Har turli nallardan ham bor mana aka. Kep olaverasizlar. Tarafında yine meva nalar. Buning ham bahasi 15 12 8 15 12 8 ming so'mdan ekan. Nu ekanini aytib bering. kechki nashoti bor, ertagi bor, olma va ertagi erik. Kechki nashoti, olma, ertagi pishadigan eriklardan ham bor ekan mana aka. Qirqib tayyorlab beraveradi. Nallarimizga garantiya deb turibdi. Ishonchli narsa deydi mana aka. Mevalarni qirqib tayin etib beraveradi. Bu nallarning bari standart 10 ming so'mdan ekan. Olma deysizlarmi, chiya deysizlarmi, baridan bor. Mana qirqib shu yerda tayyorlab beraveradi ekan. To'g'ri ko'chirib beraveradi aytib. Nallarimizga garantiya ishonchli deb turibdi. Tuttursangiz yaz yetib yeysizlar deydi. 10 ming so'mdan ekan nallar bu yerda.
Bu tarafında mana erçeler deysizlarmi tutib ko'p bo'lib turibdi. Buning baholari bilan hozir tanishtirib o'tamiz. 45 den berdik saylaganni, hozir bu yog'ini 40 ga yiqdik. Uyda bor, Atizda da bor, qo'parib oladi. Navoiy deyil. Ha. Beruniy Sopqo'z Navoiy Addel deydi. Atizda da yeyib qo'yibdi ekan. Saylab olganni 45 dan beribdi. Hozir qolganni 40 ga yiqdik. Ana 40 ming so'mdan beraverdi. Bu nereden? 15-20 ming so'mliklarda bor ekan. Pishning oldina chiroyli etib yeyib qo'ysanglar, ko'p bo'lib turaveradi. Uyinda da bor ekan bu odamning cheklanmagan miqdorda Navoiy Addel deydi.